Homilador ayol bilan gaplashganingizda bu gaplarni iltimos aslo aytmang. Voy, juda semirib ketibsizmi? Voy, qorningizni kattaligini aniq ikkita emasmi? Voy, hansirashingizni xuddi hozir tug'ib qo'yadigandaysiz-a? Voy, qorningiz rosa kichkina-ku, o'zingizda ko'rinib turibsizmi? Bola yaxshi o'syaptimi o'zi? Bu o'zi rejalashtirilgan homiladorlikmi? Yo to'satdan bo'lib qolganmi? Voy, qiz o'g'illigini bilmaysizmi? Homilador bilan gaplashganingizda faqat mana bunday deng. Voy, juda ham chiroyli ko'rinyapsiz. Homiladorlik sizga yarashibdi. Qanday ajoyib ne'mat. Asalim, tug'ruqingiz qachon? Azizam, tabriklayman. Eson-omon bag'ringizga olib oling. Siz uchun juda ham xursandman. Qizmi, o'g'ilmi? Asosiysi sog'lomidan bergan bo'lsin. Homiladorlarimizni o'zi ko'ngli juda nozik bo'ladi. Shuning uchun uni battar xiralashtirmang. Homiladorchalarim, bu gaplarni yaqinlaringizni hammasiga yuborib qo'ying.